Diqqat qiling. Bugungi kunda sodir etilayotgan kiber jinoyatlarning 55-60% aynan Telegram akkauntlari orqali amalga oshirilmoqda. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, zararli APK ilovalari sizning yaqinlaringiz tomonidan yuboriladi. Bu esa o'sha tanishlaringizning ham Telegram profillari firibgarlar tomonidan qo'lga olinganligini anglatadi. Xo'sh, buning oldini olish uchun nima qilish kerak? Bu juda oddiy. Telegram ilovasida 2 bosqichli tekshiruv funksiyasini yoqib qo'yish kifoya. Buning uchun Telegram ilovasini oching va yuqori chap burchakdagi menyuni bosing. Menyuga kirib, sozlamalar bo'limini tanlaymiz. Ushbu bo'limdan maxfiylik va xavfsizlik bandiga o'tamiz. Buning ichida 2 bosqichli tekshiruv bandi ko'rsatilgan. Ushbu tekshiruvga kirganingizda, bu yerda sizdan yangi parol o'rnatish so'raladi. Siz o'zingiz eslab qoladigan, lekin boshqalar taxmin qila olmaydigan parolni tanlang. Keyingi bosqichda tiklash uchun elektron pochta manzilingizni kiriting. So'ngra Gmail ilovasiga o'ting. Pochtaga kelgan tasdiqlash kodini oling va Telegramga kiriting. Barchasini tasdiqlaganingizdan so'ng 2 bosqichli parol o'rnatildi. Endi akkauntingizga kirish ancha xavfsiz bo'ldi. Ushbu videoni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.